Erkin Asiya radiosunun xabar qilishicha, ilgirki aniqlashlarda shoir va adib Abduqodir Jaloliddinning tutqunda ekanligi dalillangan bo'lsa-mu, ammo uning berilgan jazo hukmi texi oydinlashmagan. Uning o'tgan yili sirtqa oshkorlangan Yanarim yo'q nomli she'rdan uning turmada jazo o'tayotganligi ma'lum bo'lgan. Lekin uning kesim muddati yana oydin emas edi. Yaqinqi aniqlashlar davomida shoirning muddasiz kesib o'tilganligi oshkorlangan. İnkaslardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Uyg'ur xalqi tarafidan so'yilgan shoir va adiblarni turmalarga tashlab, ularni xalqning qalbidan o'chirishga urinib kelgan. Halbuki Abduqodir Jaloliddinga o'xshash shoirlarning o'qirmanlari, shogirdlari va muhojiratdagi qalamdoshlari ularni bir kunmi esidan chiqarmagan. Abduqodir Jaloliddinning o'qirmanlaridan navbatda Norvegiyada yashayotgan Husanjon apandi 5 yildan buyon izchil surishti qilish orqali bundan 6 oy burun Abduqodir Jaloliddinning muddasiz kesib o'tilganligi haqida uchur olgan ekan. U xabarning chinligini oydinlashtirish uchun yana bir mezgil izlangandan keyin Abduqodir Jaloliddinning ichki o'lkalardagi bir Xitoy kasbdishidanmi o'xshash uchur olgan. Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limi bu uchurning to'g'riligini oydinlashtirish uchun oldi bilan Abduqodir Jaloliddinning xizmat o'rni bo'lgan Xinjiang Pedagogika universitetiga telefon qilganda, telefonni qabul qilgan xodimlardan biri Abduqodir Jaloliddinning jazo hukmidan xabarsizligini eshitsa, yana biri hatto bu universitetda Abduqodir Jaloliddin deydigan birisining bo'lganligini inkor qildi. Amaliyoti 2 yilning oldidagi aniqlashda bu maktabning siyosiy bo'limining bir Xitoy xodimi arxivga qarab chiqqandan keyin Abduqodir Jaloliddinning 2018-yili 28-yanvar kuni Urumchi shaharlik davlat amonlik soqchilari tomonidan tutib ketilganligini dalillagan edi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda tutqunlarning oqibatini faqat oilasiga bildirib, jamiyatdan sir tutib kelayotgani xili yillar bo'lgan. Yana ba'zi alohida delolarda tutqunning oila tavobatig'ini bildirmay kelgan. Masalan, shoir Abduqodir Jaloliddin, jurnalist Qurbon Mahmud, professor Rahila Davudlarning oqibati ana shunda qattiq ham maxfiy tutilgan. Abduqodir Jaloliddinning Amerikada yashayotgan o'g'li Bobur Abduqodirning radiomizga inkos qilishicha, u dadasining jazo hukmi haqida ta hozirgacha hech qanday uchur ola olmagan ekan. Shoir va adib Abduqodir Jaloliddin 1964-yili Qashqarda tug'ilgan. 1986-yili Qashqar Pedagogika universitetini bitirgan. 1990-yildan 2009-yilgacha Xinjiang Ma'arif institutining filologiya sho'bi institutida 20 yilga yaqin o'qituvchilik qilgan. Keyin Xinjiang Pedagogika universitetiga yo'tkilib, bu maktabda toki 2018-yili tutqun qilinuvchi aspirant o'quvchilar yetakchisi bo'lib xizmat qilgan. Shoir va adib Abduqodir Jaloliddin ko'p sonli she'r, adabiy xotira, sayohat xotirasi va tarjima asarlar orqali tonilib qolmasdan, balki yana turli ilmiy va ommaviy so'rinlarda so'zlagan leksiyalari ham nutqlari bilan Uyg'ur jamiyatida zo'r ta'sir qo'zg'agan ziyolilarning biri. Abduqodir Jaloliddin. Yanarim yo'q. Bir bulungdi yigani men, nigarim yo'q. Kechilleri qar bastı, tumarim yo'q. Bu hayotdan o'zga yana xumarim yo'q. Jimjitlikda xiyol azdi, amalim yo'q. Men kim idim, nim bo'ldim bilolmadim. Kimga deyman dil so'zimni deyolmadim. Ya pelakning xuy paylini sezolmadim. Yar qishinga baray deyman, qarayim yo'q. Fasillarni bilib turdim burjaklardan. Hech bir xabar ololmadim chechaklardan. Bu sig'inish o'tib ketdi so'ngaklardan. Qandoq yer bu, bararim bar, yanarim yo'q. Xitoylarning Chag'an bayrami, ya'ni bahor bayrami yetib kelish oldida Sharq Turkistonning har qaysi joylarida turli tabriklash faoliyatlarining tayyorliklari boshlanib ketgan bo'lib, yillardagidek Xitoy axborotlarida Sharq Turkistondagi bir yangilik sifatida keng tashviq qilinishga boshlagan. Xitoy xabarlar torining 19-yanvardagi xabarda aytilishicha, oldingi oqshimi Urumchining eng yiroq joylaridan bo'lgan Davanchang rayonidagi Everg'ul rayonida Qochtish toshqan bilan bahor bayramini kutib olaylik temasida chag'anliq ko'ngil ichish faoliyati o'tkazilgan. Bu xildagi faoliyatlardan tipik Xitoycha alohidlikka ega madaniyat sayohat faoliyati Xotan viloyatidan o'tkazilgan. Atalmish Xinjiang gezitining 19-yanvardagi xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati Shichu teatri, Panus saylisi, qadimiy Xitoycha she'rlarni deklamatsiya qilish qatorliq turlarni bu yillik qishliq sayohatning muhim temalaridan qilib bekitgan ekan. Xitoy hukumati yillardan buyon Sharq Turkistondagi Xitoycha milliy kimlik va o'rtaq kimlik tushanchisini umumlashtirishga kuch chiqarib kelayotgan bo'lib, har qaysi joylardagi Uyg'urlar izchil majburiy holda Xitoycha shaklda Xitoylarning Chag'an bayramini qutluqlashga majbur qilinib kelgan. Shu sababdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi izchil xalqaroning diqqatida bo'layotgan. Dunyo islom davlatlarining elchilari Sharq Turkiston ziyorati bo'lgan bir paytda Xitoycha madaniyat san'at turlari orqali qishliq sayohat bozorini jonlantirish tashviqotining o'ttirg'i chiqishi har sohaning diqqatini qo'zg'amoqda.
Texmi muhimi Xitoydagi Xitoy virusi yuqumi shiddat bilan kengayayotgan bir paytda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda texmi ko'p ommaviy yig'ilish faoliyatlarini uyushtirishi turli gumonlarga sabab bo'lmoqda. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev parlamentni tarqitib o'tish va 19-martda muddatdan burun saylam o'tkazishga munosabatli qarornomani imzolagan. Qozog'iston prezidentlik mahkamasi parlamentni tarqitib o'tish va muddatdan burun saylam o'tkazish to'g'risida bayonot e'lon qilib, To'qayevning iyunda o'tkazilgan asosiy qonun referendumi bilan Qozog'istonda texmi adil va raqobat kuchiga hukumat sistemasiga o'tish musofasining boshlanganligini bildirganligini qayd qilib, To'qayev buningdan keyin parlament saylamining aralashma tuzum bo'yicha o'tkazilganligini, parlament va yerlik parlament shakllantirishning yangi andisi saylovchilarning manfaatini davlat va rayon saviyasida to'liq qo'g'daydiganligini, vakillik organlarida keng doirada ko'z qarash bilan ta'minlaydiganligini bildirib, asosiy qonun referendumida yangi siyosiy partiyalarni qurish jarayonining osonlashtirilganligini ta'kidlab, siyosiy partiyalarning parlamentga kirishda erishgan ovoz nisbatining 0.7% dan 0.5% ga qisqartganligini, bu tuzilma o'zgarishlarining siyosiy raqobatni kuchaytirib, yangi siyosatchilarga yo'l ochadiganligini bildirgan. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 100 yıllık qutlug' davri musobaqasiga Türkiye xalqi bilan birlikda texmi cho'ng umidlar va texmi cho'ng nishonlar bilan qadam qo'yganligini aytdi. Recep Tayyip Erdoğan Amasya Badal tonelini ishga kirishtirish murosimiga poytaxt Anqaradagi Cumhur Reislik mahkamasidan naq maydonda o'linish orqali qatnashib, taraqqiyotning asosiy ul aslihalaridan biri bo'lgan qatnash sohasida ishga kirishtirayotgan har bir loyiha Türkiye'nin 100 yillik qutlug' davri musobaqasiga yana bir qadam yaqinlashtirilganligini, Türkiye'nin 100 yillik qutlug' davri va Türkiye Cumhuriyetining ikkinchi parlaq 100 yillik qutlug' davrini orqada qoldirib, davlatni taraqqiyot davriga qadam tashlatqizish irodasining qat'iy ekanligini bildirgan.